auksiondan uy sotib olayotgan paytda albatta borib ko'ring. Bir akamiz auksiondan rasmga qarab turib uy sotib olganlar, pullarni to'lov qilganlar, auksion bayonnomasi chiqqan bularga, bayonnomani olib uyga borsalar, uyda hali odam bor, odam chiqib ketmagan. Eng qizig'i keyin boshlangan, u odam sudga berib, kassatsiya berib turib, oldingi o'sha auksionga asos bo'lgan sud qarorini bekor qildirganlar. Bu akamizlar bo'lsa bir necha 100 million to'lab bo'lganlar. Endi pul ham yo'q, chunki u pul bankka o'tib ketgan, bank orqaga qaytarmaydi. Sababi unaqa orqaga qaytarish bo'yicha hech qanaqa sudning hal qiluvchi qarori yo'q. Pul ham yo'q, uy ham yo'q. Uy bo'yicha ham qaror bekor qilingan. Shuning uchun auksiondan narsa sotib olayotgan paytda albatta borib ko'rib, uni kerak bo'lsa tarixini o'rganib, nima bo'ldi, nima qo'ydi, nima uchun bunaqa holat deb ko'rib, ma'qul kelsa hujjatlari hammasi joyida bo'lsa, undan keyin xarid qilishingizni tavsiya qilamiz.